oyimni tug'ilgan kunlari faqat Yevrosonda nishonlaydigan bo'lib qoldik. Mayli, muhimi sog' salomat bo'lsinlar. Ham ko'rgani, ham tabriklagani kelyapmiz falon bilan. To'g'ri? Ko'tar ket. Olisdagi yagona mushti onam omonmisiz sog'misiz Sog' bo'lsin. Hazda shunaqa chiroyli mama bo'lib yuring. Lekin keyingi safar uyda nishonlaylik. Kasal bo'lmang boshqa. Iltimos. Har doim tug'ilgan kuningizda bir umuman boshqacha narsalar sovg'a qilganman. Uy, mashina. Endi erga tegdi, meni to'g'ri tushuring. Faqat gul beraman bu safar. Hech narsa olib kelmanglar dedim-ku. O'ylab qarasam shu paytgacha ummasiga telefon sovg'a qilmagan ekanman. Shuning uchun mana shu telefon sizga mama. Har doim video tashlaysiz, menga xira bo'lib keladi. Shunday g'alati bo'laman. Nimaga o'zimni onam, men o'zim iPhone ishlatib, nimaga oyimga telefon olib bermaganman shu paytgacha deb o'ylab qoldim. Faqat undan kattaroq anaqa narsalar olib bergan ekanman, lekin telefon olib bermagan ekanman. Baxtimga har doim sog' salomat bo'ling. O'sha gapim necha marta tug'ilsam ham sizni bolangiz deb tug'ilishni juda ham xohlayman. Baxtingizga sog' bo'ling. Iltimos tuzalib keting. Yevrosonga ham kattakon rahmat. Mana shularga ko'proq rahmat aytgin. Nega? Sizlardan ko'p xabar oladi. Voy, chiqib ketdilar o'z joyiga. Ya to'g'ri. O'tgan safar ham shu davolanganlar oyim. Shuning uchun ham qo'rqmasdan tashlab ketganman. Xuddi o'zini onasidek qarashadi. Baraka topishsin. Qani ochingchi? bugun chiqdi qorg'in onajonim sog'inda oy mama aytgin rostdan uni ko'rasan doim omonmi chiroyligim hey Qala yurgansiz? Ona chala tuqqanmi? Uzroyjon. So'kimi oyjon? Chala atgansiz deyapman. Oyjon xos tozalagandim. Supurasan, короче. Ha, yo'q-e? Balkim supurarsan. Jinniz qo'ziyaptimi, kelin? Nima qilyapsiz? Tapib qoldim oyjon. Tapini molxonada qiladi, mol tap. Orzularga berilmaymiz. Bunaqasi faqat xayollarda bo'ladi. Kelin! Ha, oyjon. Show, 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 snap, snap, yo.